Jahonning tibbiyoti juda rivojlangan davlatlardan biri Hindiston hisoblanadi. Ushbu davlat xorijiy fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yetakchilik qiladi. Shuningdek, hindistonlik shifokorlar hozirda O'zbekistonning bir qator hududlariga ham tashrif buyurib, o'z yo'nalishlari bo'yicha bemorlarni ham tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularga astoydil davo muolajalarini ham ko'rsatishmoqda. Eliqal'a tumaniga tashrif buyurgan hindistonlik shifokor ham tumanda 5 kun davomida bo'lib bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazmoqda. Neyroxirurgiya, umurtqa pog'onasi muammolar va umurtqa pog'onasiga tegishli bo'lgan muammolar hamda travmatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha Eliqal'a tumanining Bo'ston shahrida joylashgan Dr. B. Najot xususiy klinikasida yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar bo'yicha hindistonlik shifokor Pradip Pratap Singh Rana hozirda bemorlarni qabul qilmoqdalar. Texnikada ishlangan deydi, oldingi operatsiyalari deydi. Shu vaqtda oyoqini deydi, bunday aylantirish imkoniyati bo'lmagan. Yer qo'yilgan, shunday holatda deydi. I am coming here want see poor people's whose patient have problems in Bu yerda hozirda qilayotgan targ'ibotlarimizdan biri bu yangi texnologiyadir. Uni biz bu yerga olib kelyapmiz. Ushbu texnologiyaning afzalliklari shundaki, ushbu texnologiyada operatsiya jarayoni o'tkazilib, operatsiyadan keyin bemor tezda oyoqqa turib ketadi. Travma ham kam bo'ladi. Shuningdek, uning yana bir afzalligi narxi ham qulaydir. Kelganimdan buyon bir nechta bemorlarni ko'rdim. Ko'rgan bemorlarimda shifokorlar Hamdam, Anvar va Ilhomlar menga yordam berishdi. Ertangi kunga bemorlarni tekshiruv, undan keyin esa operatsiyalarni bajarishni reja qilganman. Har oyning 4-haftasida shu yerga kelishga harakat qilaman. And for follow up I am coming every month last week. Tumanimizga tibbiyot sohasida eng ilg'or davlatlardan hisoblangan Hindistondan shifokorlar kelib, tibbiy ko'riklar, muolajalar va jarrohlik amaliyotlari amalga oshirishlari albatta quvonarli. Bu har bir bemorning juda katta miqdordagi mablag'i tejalishiga olib keladi. Albatta, shifokor bugungi bemorlarni aniq tekshirib, tibbiy maslahat berdi. Shifokorni ko'rgan bolalarning ko'pchiligi oq xalat kiygan shifokorni ko'rsa, albatta qo'rqadi. Bugun ham hindistonlik shifokorga davolatish uchun olib kelingan bolajonlarning biri shifokorni ko'rib yig'iladi. Biroq Hindiston tibbiyot fanlar nomzodi Pradip Pratap Singh Rana bemor bolaga ularning sevimli konfetidan berib, uni chalg'ita olib, uni tekshirib, davolash muolajalari haqida ota-onalarga tushuntirdi. Hindiston davlati xorijiy fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yetakchilik qilish bekorga emas. Albatta, Eliqal'a tumaniga tashrif buyurgan hindistonlik shifokor Bo'ston shahrida joylashgan Dr. B. Najot xususiy klinikasida bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishda davom etmoqda.